Audio Jungle. Hamı salam sizlar bilan Bay YouTubers. Bugungi bizning mehmonimiz Ruby's Girl. Hammaga salom. Men o'sha Ruby's Girl. Xush kelibsiz Ruby's Girl. Unda tayyor bo'lsangiz biz savollar berishni boshlaymiz. Bizdagi birinchi savol, nega ayni YouTuberlikni tanlagansiz? YouTuberlikni tanlaganim sababi bu 2025-yilning boshlarida bitta Jonshona degan qiz bo'lardi, lekin hozirgi Jonshona 97 emas. Bitta Jonshona degan opam bo'lar edi. Ya'ni opa ham emas bilmadim-u, lekin videolar shunaqa yoqqan. Keyin u opaga muxlislik qilib kanal ochganman. Keyin u kanalim 100 nechtadir ham obunachi bo'lganda telefonimdan chiqib ketgan, lekin hozir ham turibdi. Va bizdagi ikkinchi savol, sizning YouTube'dagi prime davringiz. YouTube'dagi prime davrim 2025-yilning oxirrog'ida hozir. Chunki 2025-yilning oxirida, o'rtasida, значит, shunaqa yaqinlarim ko'p edi, shunaqa beg'ubor, hamma yo'g'im joyida, aktivman, hamma o'rtoqlarim sodiq edi o'zimga. Qanaqadir shunaqa ko'rinarmidi, lekin hozir hammasi ketgan. Keyin o'sha eng prime davrim 2025-yil bo'lgan, to'g'ri. 2025-yil oson bo'lmagan, lekin YouTube'dagi prime davr. Biz bu savolni ham eshitib oldik. Navbat esa endi 3-savolga. YouTube'dagi birinchi nickingiz qanday bo'lgan? Oldingi birinchi qo'ygan nickimni hozir aytolmayman, to'g'risi uyalaman. Keyin u kanal telefonimdan o'chib ketgandan keyin yangi kanal ochganman. Anchadan keyin mini xonada adashmasam 2025-yilida u ham. Keyin kanalimni Lunavisga o'zgartirganman. U Lunavisda juda ham ko'p turgan. 1 yilcha Lunavis kanal ishlatganman. Hozir 7klik akkauntimni sotib oldim. U o'sha Lunavis degan kanalim sotilib ketgan. Hozir Ruby's Girldaman asosan. Bizdagi 4-savol, kichik YouTuberlarga, ya'ni baby YouTuberlarga bo'lgan fikringiz qanday? Kichik YouTuberlarga fikrim, men 2,5 yil YouTuber bo'lgan bo'lsam, YouTuber bo'lish oson emas. 2 yil ichida men hamma podpischiklarimizni hisobga olganda 20k dan ko'proq bo'lgan. Kichkina YouTuberlardan boshlab eng katta YouTuberlargacha hammasi YouTuber. Ular harakat qilishyapti, sifatli videolar yasashga harakat qilishyapti. Meni ham ustidan kulmash kerak, to'g'risi. Ular ham harakat qilishadi. Unda bizda so'nggi savol, eng yoqtirgan idolingiz kim? Meni eng ko'p yoqtiradigan idollarim juda ham ko'p, slishkom ko'p, chunki hozir yangi gruppalar chiqib ketgan. Plus tez mashhur bo'lishyapti, lekin meni o'zimni asal ko'mirim bor. Asal samый любимый bu Jenny. O'zimni jenim bo'ladi. Uni faqat meni biyasim. Men Jennydan ilhom olaman. Meni eng yaxshi ko'rgan girl biyasim. Hamma joyda persim Jenny bo'ladi. Doim Jenny bo'lib kelgan, lekin Jenny Ruby uchun Lisa bo'lib berganman, chunki birinchi biyasim Lisa bo'lgan. Lekin anaqa how you like deb ko'rganimdan keyin men birinchi biyasim Roza bo'lgan. Ko'p bo'lmagan, ozgincha bo'lgan, chunki sochini yaxshi ko'rganman, juda ham chiroyli edi. Kichkina edi bunda rostdan, ancha kichkina qiz edim. Rozani yaxshi ko'rganman, keyin Lisani, chunki Lisa u paytda juda ham cute. Hozir ham, o'sha paytda menimcha Lisani prime davri bo'lgan deb o'ylayman. Keyin meni biyasim Jennyga aylangan. Meni eng yaxshi ko'rgan idolim bu Jenny. Hammalaring bilib olaring. Bu intervyu albatta qiziqarli o'tdi deb o'ylaymiz. Keyingisiga kim kelsin, kommentga yozib qo'ying. Hammaga xayr. Sizlar bilan Bay YouTubers. Audio Jungle.